Endi plazma terapiya bo'g'imlarda qilinishdan sabab o'sha bizani qon plazmamizda qon tarkibida o'zi 3 xil shakli elementlari bor. Aynan plazmada biza trombositlarni miqdorini to'yintirgan holatda qilinadi. Qondagi trombositlar bo'g'imga tushgandan keyin o'sha kollagenlar bilan birga aktivlashib, ichidan ko'p miqdorda o'suvchi faktor rosti chiqadi. O'suvchi faktorlar bo'g'imdagi jarohatlarni, tog'ay qatlami defektlarini yopishga yordam beradi hamda yallig'lanishga qarshi kurashishga yaxshi yordam beradi. Bo'g'imdagi qon aylanishini yaxshilash, mikrosirkulyatsiyani yaxshilash natijasida bizada bo'g'imlardagi og'riqlar kamayadi. Bo'g'imlardagi artroz holatlarida, bo'g'imlar mensklar jarohatida, paylar jarohatlarida, har xil entezopatiyalarda, yelka bo'g'imdagi adgeziv kapsulit holatlarda ko'pincha bemorlar keladi, yelka bo'g'imni ko'tara olmaydigan holatlarda. Yumurta pog'onasi osteoxondrozi, protruziya, grija holati, disk churrasi holatlarida yaxshi yordam beradi plazma terapiya. Tovon shporasi, ya'ni plantar fatsit holatlarida yaxshi yordam beradi. Paylardagi yallig'lanish jarayonlari, tendinopatiyalarda, tendovaginit shunaqa holatlarda plazma terapiya juda yaxshi yordam beradi. Juda ham qisqa muddatda hamda og'riqsiz muolaja hisoblanadi. Plazma bemorning o'z qonidan olingani hisobiga bemorlarda allergik reaksiya holatlari kam kuzatilmaydi va xavfsiz hisoblanadi. Hozir bemorimizga plazma terapiya muolajasini bajaramiz. Bemorimizda ikki tomonlama aseptik nekroz, postkovidni aseptik nekrozdagi holat tiza bo'g'imlarida va charog'son bo'g'imlarida. Hozir tiza bo'g'imlariga plazma terapiya muolajasini bajaramiz. Bemorimiz 3 yil davomida bizaga har 6 oyda kelib davolanadilar. Mana shu plazma terapiya muolajasidan keyin og'riqlarsiz, yengil hayot kechiradilar. Plazma terapiya qilishni o'ziga yarasha shartlari bo'ladi, ko'rsatmalari bo'ladi, qarshi ko'rsatmalari ham bo'ladi. Plazma terapiya bo'g'imlar kuchli yallig'langan paytda, reaktiv yallig'langan paytlarida qilish tavsiya berilmaydi.